Hamma chorva boquvchi dehqonlarda, fermerlarda qo'rqitib qo'ygan kasalliklardan biri dermatit kasalligi. Bugungi videomizda ijtimoiy tarmoqlarda juda keng tarqaldi shu kasallikning mavzusi. Endi biz bu kasallikni davolash haqida emas, aksincha shu kasallikni oldini olish, ya'ni kasallikni davolagandan ko'ra uni oldini olish samaraliroq deyilgan. Xuddi shundan foydalangan holda bu kasallikka qanday qilib chalinmaslikni, qanday qilib qoramollarni bu kasalliklardan himoya qilishni video davomida aytib o'taman. Avvalambor assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, kanalimiz a'zolari va kanalimiz mehmonlari. Bugun sizlar uchun, aynan qoramol boquvchilar uchun, chorva bilan shug'ullanadiganlar uchun foydali ma'lumotlar taqdim etiladigan video rolik bo'ladi. Xudo xolasa videomiz yoqsa bir dona like bosib, kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Xo'p, sizlarni ko'p kuttirmaymiz. Videomiz imkon darajada qisqaroq, lo'nda ma'lumotlarni sizlarga berib o'taman. Xo'p, birinchi navbatda bu kasallik endi qanaqa holatlarda kelib chiqadi? Qay holatlarda bu kasallik avj oladi? Shunisini aytib o'taman. Bu kasallik asosan shu kuz va qish mavsumlarida avj oladigan kasalliklardan biri. Sabab bu mavsumda mollarda o'z-o'zidan immunitet pasayadi. Va immunitet pasaygandan so'ng kasallikka mollar moyilroq bo'ladi. Shu sababli bu kasallik avj olishi mumkin. Ikkinchi bir turi pashshalar orqali. Ya'ni misol uchun shu kasallangan molga bir pashsha borib qo'ndi va uni qonini so'rdi va kelib turib sizni sog'lom molingizga ham o'tirib, sizning molingizni ham qonini so'rish natijasida bu kasallikni yuqtirib olishi mumkin. Demak, immuniteti pastligi va pashshalar, ya'ni parazitlar orqali yuqishi mumkin ekan. Endi shu ikkita holatda qanday qilib biz yechim topa olamiz? Misol uchun pashshalardan himoya qilish uchun biz molimizni mana shu orqa qismiga Sanofly, ya'ni mana shu yerga chiqarib qo'yaman rasmini, Sanofly dorisini tomizirib chiqamiz. Ya'ni molda shu orqa qismiga 10 gram shprisa sekin-sekin shu hamma joyiga tomdirib chiqamiz. Aslida kitobida 28 kungacha qora molingizga umuman pashsha yaqinlashmaydi, lekin buni o'z kuchi, ta'sir kuchi 2 oygacha muddatgacha yetadi. Ya'ni 2 oygacha bemalol o'sha qora molingizda pashshalardan himoya qilishingiz mumkin. Demak, bu pashshaga qarshi chora. Ilk molxonani ham dezinfeksiya qilishinglarni tavsiya qilgan bo'lardim, har xil zararkunandalardan. Endi nimasiga keladigan bo'lsak, immunitetiga keladigan bo'lsak, immunitetiga endi molda holatiga qarab turib, go'shtiga qarab turib, Dastin, buni ham rasmi shetga chiqadi. Dastin preparatini 8 va 10 mg atrofida ukol va nimasida tariqasida jo'natishingizni tavsiya qilgan bo'lardik. Ya'ni bu molda o'sha immunitetini mustahkamlab turib, ishtahasini ochib beradi. Va yemiga qo'shimchasiga Immunofor, ya'ni yemiga berayotganingizda shu Immunoforni ham aralashtirib bersangiz, o'z-o'zidan molingiz kuchli immunitet hosil qiladi va ishtahasi yaxshilanib turib, bu kasallikka o'zida immunitet shakllantiradi. Ya'ni shu berilgan tavsiyalardan foydalanadigan bo'lsangiz, albatta qora molingizni bu kasalliklardan himoya qila olgan bo'lasiz. Xo'p, endi sizlarga beradigan qisqagina tavsiyalarim shulardan iborat edi. Videomiz sizlarga oz bo'lsa-da manzur bo'lgan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' va omon bo'ling.